Yangi Toshkent Tabraskadan 400-500 metr uzoqlikda shunaqangi zo'r uchastkamiz, 12 sotik uchastkamiz chiqib qolgan. Narxlari ham zo'r. Kim shunaqa Yangi Toshkent markazidan o'zidan uchastka xohlagan odamlar bo'lsa, mana sizlarga zo'r uchastka topib qo'yganmiz. 12 sotikli uchastkamizni fasadi taxminan 40 metrlar. Joyimiz katta, porядка, toza, ko'ryapsizlar. Shuna kirganimizdan chap tarafimizda saraylari bor, to'pli pollari bilan, o'ng tarafda katta uyi bor, 5-6 ta xonasi bor. Ko'ryapsizlar, kattagina naveslari bor. Orqa tarafda ham bo'shliq katta joylari bor. Xohlagancha proyeksiyangiz bo'ladi. Bu joyi ikkita odam ham bo'lib olsa bo'ladi. Ko'rib turgan joylar mana Tabraska. Ko'ryapsizlar, bir 200 metrcha ichkariga kirganmiz. Ko'chalarimiz asfalt, gaz, svet suvlari hammasi zo'r. Markaz. Narximiz shu 12 sotikli joyimizga 1 sotik uchun $16,000 so'ralyapti. Yana ozgina kelishadigan joylari ham bor. Bizning kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar, chunki shunaqa Yangi Toshkent markazlaridan shunaqa joylarni topib sizlar uchun qo'yib boryapmiz. Pastda raqamlar qoldirganmiz. Bemalol biz bilan bog'lansanglar bo'ladi.